hurmatli tinglovchilar. Bugungi darsimiz jismon tarbiya nazariyasi va metodikasi fanidan jismon tarbiya vositalar va texnikasiga tavsif mavzusini ko'rib chiqamiz. Mavzu yuzasidan quyidagi rejalarimiz mavjud. Birinchisi tabiatning sog'lomlashtiruvchi kuchlari. Ikkinchisi gigiyenik omillar haqida tushuncha. Uchinchisi jismoniy mashqlar jismoniy tarbiyaning asosiy vositasi sifatida. To'rtinchisi jismoniy mashqlarning turkumlarga bo'linishi. Va oxirgisi jismoniy mashqlarning ta'sirini belgilovchi omillar. Biz avvalambor jismoniy tarbiya vositalarini bilishdan avval jismoniy tarbiyani o'zi nima ekanligini, jismoniy tarbiya va sportni bir-biridan farqi nima ekanligini bilib o'tishimiz kerak. Jismoniy tarbiya bu insonning harakat malakalarini shakllantiruvchi, rivojlantiruvchi pedagogik jarayon hisoblanadi. Pedagogik jarayon ya'ni dars jarayoni hisoblanadi. Sport esa yunon tilidan bizga kelgan bu o'yin degan ma'noni anglatadi. Jismoniy tarbiyaning boshqa fanlarga o'xshagan maqsad va vazifalari mavjud. Jismoniy tarbiya vazifalari bu ta'limiy, tarbiyaviy va sog'lomlashtiruvchi vazifalari bor. Bundan tashqari jismoniy tarbiyaning jismoniy sifatlari ham mavjud. Ayrim adabiyotlarda tinglovchilar jismoniy qobiliyatlar ham deb kelgan. Ikkalasi ham bir narsa. Jismoniy tarbiya sifatlari bu 5 ta, ya'ni birinchisi kuch, tezkorlik, chidamlilik, egiluvchanlik, chaqqonlik. 5 ta jismoniy sifatlari mavjud. Shu bilan birga jismoniy tarbiyaning vositalari ham bor. Jismoniy tarbiyaning vositalari, vosita so'zining o'zi ma'nosi bu yordamchi degan ma'noni anglatadi. Ya'ni jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini olib borishda, shug'ullanishda bizga yordam beradigan vositalar bor. Bular jismoniy tarbiyada tabiatning sog'lomlashtiruvchi kuchlari, jismoniy mashqlar va gigiyenik omillardan iborat. Tabiatning sog'lomlashtiruvchi kuchlariga keladigan bo'lsak, bularga quyosh, suv va havo kiradi. Biz jismoniy tarbiya mashg'uloti bilan shug'ullangan vaqtda bizga kerak bo'lgan, ya'ni quyosh nuri ostidan mashq bajarish, ya'ni toza havo bilan kisloroddan tuyunib mashq bajarish va suv davolovchi nima deydilar, davolovchi vosita sifatida ham foydalanishimiz mumkin. Ya'ni jismoniy mashg'ulotlar jarayonida, jismoniy tarbiya darsi jarayonida bizga toza havo, ya'ni vosita sifatida foydalaniladi. Jismoniy tarbiya jarayoni ochiq havoda, quyosh nuri ostida, suv va boshqalardan foydalanib jismoniy mashqlar bajarganda samarasi ko'proq samara beradi. Bundan tashqari jismoniy tarbiyaning gigiyenik omillari mavjud. Undan oldin jismoniy mashqlar ham bor. Jismoniy mashqlar nima degani? Jismoniy mashqlar ongli ravishda bajariladigan mashqlar, bu jismoniy mashqlar hisoblanadi. Bular ham o'z navbatida quyidagilar asosida bo'linadi. Ya'ni sport, o'yinlar, turizm va gimnastika mashqlari orqali o'z ifodasini topgan. O'yinga keladigan bo'lsak, o'yinlar har xil sport o'yinlari mavjud. Bulardan voleybol, basketbol, futbol, gandbol bu sport o'yinlariga kiradi. Yana harakatli o'yinlar va milliy o'yinlar bor. Milliy o'yinlar bir ota-bobolarimizdan bizgacha kelgan, ya'ni har xil sayllarda, masalan, Navro'z saylida, har xil bayramlarda o'tkaziladigan milliy o'yinlar, o'zimiz qadriyatlarimizdan kelib chiqqan o'yinlar bor va harakatli o'yinlar bor. Bularga misol oq terak, ko'k terak, arqon tortish, besh tosh, kurash, har xil ko'pkora o'yinlar bu harakatli o'yinlar va milliy o'yinlarga kiradi. Harakatli o'yinlar va sport o'yinlarini bir-biridan farqini aytadigan bo'lsak, sport o'yinlari bu ma'lum bir qonun qoida asosida, ya'ni ma'lum bir vaqt bilan chegaralangan bo'ladi.
Harakatli o'yinlarni esa biz o'zimiz kelib chiqib, sharoitdan kelib chiqib, o'zimiz tanlashimiz mumkin. Xohlang 10 kishi, xohlang 15 kishi o'ynashi mumkin. Vaqtini ham o'zimiz chegaralashimiz, qonun-qoidalarni o'zimiz tuzishimiz mumkin. Bundan tashqari ikkinchisi jismoniy mashqlarga gimnastika mashqlari kiradi. Gimnastikaning har bitta gimnastika turlari, ya'ni sport gimnastikasi, badiiy gimnastika, musiqali ritmik gimnastika, ya'ni muz ritm ham deyiladi. Raqs, aerobika va boshqa gimnastika turlari kiradi. Va uni rivojlantiruvchi mashqlar ham kiradi. Uni rivojlantiruvchi mashqlarning o'zi ikkiga bo'linadi. Bular umumiy mashqlar, ya'ni bosh uchidan oyoq uchigacha bajariladigan mashqlarning o'zi rivojlantiruvchi mashqlar hisoblanadi. Umumiy beriladi. Maxsus mashqlar esa bu har bitta sport turiga qarab, ya'ni futbol bo'lsa ko'proq oyoq mashqlari, oyoqqa nagruska yuklamani ko'proq oyoqqa beriladi. Masalan, voleybol, basketbol, boshqa sport o'yinlari bo'lsa ko'proq nagruska qo'lga beriladi. Shuning uchun maxsus va uni rivojlantiruvchi mashqlar umumiy va maxsus bo'lib ikkiga bo'linadi. Bundan boshqa keyingisiga o'tadigan bo'lsak, sport turlari, ya'ni sport turlari ko'p sport turlari yengil atletika, masalan, shaxmat, shashka, og'ir atletika, boshqa hammasi va hokazo sport turlariga kiradi. Kurash, masalan, taekwondo, karate, boshqa sport turlari hamma sport turlariga kiradi. Keyin turizmga keladigan bo'lsak, 4-inchisi jismoniy mashqlar. Turizm bu nimalar kiradi? Sayohatlar, ekskursiya, sayr, turistik safarlar, masalan, alpinistlar, toza havoda chiqishlar, sayrlar hammasi turizmga kiradi. Keyingisi jismoniy mashqlarning shakli, mazmuni hammasi jismoniy mashqlarning turkumlarga bo'linishi aytib o'tilgan. Bulardan anatomik belgilari mavjud, jismoniy sifatlarni rivojlantirishga ahamiyatli ko'p beriladi, bo'yicha ko'proq ahamiyatga ega. Keyin tanlab olingan sport turi uchun ahamiyati bo'yicha mashqlar tuzilishi va shakliga, xususiyatiga qarab sport turlari bo'yicha turkumlarga bo'linadi. Keyingisi jismoniy mashqlardan keyingisi bu gigiyenik omillar. Gigiyenik omillar ham ikkiga bo'linadi. Bulardan shaxsiy gigiyena va davlovchi gigiyena, shaxsiy va jamoat gigiyenasi kiradi. Shaxsiy gigiyenaga biz o'zimizning shaxsiy gigiyenamiz, ya'ni sochimiz, tirnog'imiz, sport formalari, oyoq kiyim, paypoq, krossovka va hokazolar o'zimizning toza ozodaligimiz bu shaxsiy gigiyenaga kiradi. Jamoat gigiyenasiga keladigan bo'lsak, bu katta-katta sport inshootlarini, sport maydonlarini, sport zallarini tozaligi, kiyinish xonalarining, yuvinish xonalarini toza ozodaligi, hattoki katta o'sha sport maydonlaridagi chimlarning ham o'ziga yarasha qonun-qoidalari bor. Mana necha millimetr, necha santimetr hammasi shular jamoat gigiyenasiga kiradi. Yana sport anjomlari, har xil gimnastika, masalan, kalsolar, obruchlari, arqonlari, bulavalari, mat ustida bajariladigan mashqlar, masalan, kurashda ishlatiladigan kurash matlari hammasining tozaligi bu jamoat gigiyenasiga kiradi. Keyin mehnat gigiyenasi, ovqatlanish, dam olish va tashqi muhitning zararli faktorlari va boshqalari jismoniy mashqlarni bajarishda mashg'ulotlarda gigiyenik talab va normalarga rioya qilishni taqozo etadi. Xo'sh, darsimizda foydalangan adabiyotlar quyidagilardan iborat. Ma'murovning kitoblari, o'zimiz ustozimiz bolalar rivojlanishida jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi o'quv qo'llanmalari darsliklaridan foydalanishimiz mumkin. Keyin Yusupovani maktabgacha ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya mashg'ulotlari, bu metodik qo'llanma juda ajoyib nimalari kerakli bo'lgan, bizga kerakli bo'lgan ma'lumotlar mavjud. Keyingisi Yusupova jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi darsligi 2024-yilda chiqqan. Unda ham jismoniy tarbiya haqida ma'lumotlarni olishlaringiz mumkin. Darsimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.